Kexan bacham o'tirgani. Assalomu alaykum. Xullas biz bacha test topshirdi. 189 ball oldi. Lekin boshqa institutda qabul qilmadi-da buni, balinga yetmadi deb. Nimaga bilmayman. Shuning uchun sizlar qabul qilib bilasizlarmi shu olgan bali bilan? Ha, albatta, davlat imtihonida 57 balldan yuqori olgan bo'lsa, qabul qilinadi. Ana bacha, ol ekan, ko'rdingmi? 189 ball ol ekan bular. Har kim ham bunday balo olmaydi dada. To'g'ri lekin, to'g'ri. Agar o'g'lingiz 100 balldan yuqori ball olgan bo'lsa, kontrakt to'lovimizda chegirmalar mavjud. Ana bacham, bularda chegirmasi ham bor ekan. Davay kiramiz shu institutga bacham. Varaqangizni tekshirsak maylimi? Ana bacham, hozir o'qishga kirasan she'ra. Amaki, o'g'lingiz 18 ball olgan ekan-ku. Ha? 18? Jilli bergan bu dada 189 balo yozilgan. O'zim yozganman buni ruchka bilan, qarang. O'zing yozgansan? Ha, u. 8. Bana, ulan. Ular qizim biza kelishib oldik. Imtihon qilib ham qabul qilmaysizlarmi bacham? Ha, amaki, qabul qilamiz o'zimizning ichki imtihonimiz bilan. Undan tashqari o'zimizning talabalari uchun bepul kurslarimiz mavjud. Birinchi kurslarimiz uchun sun'iy intellekt kurslari 3 oy bepul o'rgatiladi. IELTS kurslarimiz ham mavjud, 6 oy tekinga o'rgatiladi. IELTS 6 olishga ham garantiya beramiz. Bo'ldi bo'lmasa, she'rli odam bo'lar bacham. Kiriting, tamom. Oripova Dilnoza sizning o'g'lingizmi? Yo'q, buni oti Jamolib Jabbor. Varaqada shunaqa chiqibdi, Oripova Dilnoza. Oripova kim u? Sinfdoshim. Tur, chiq, teshqoring. Chiqmaymanmi? Yana urasiz. Odamlar oldida urinman-ku bacham, chiq. Sasha Balgarskisan sen? Aman. Bitta ish bor. Uzun daraxt tekida ko'rishamiz. Uzunlar shu kerak. Ortiqcha harakat qilma. Qur'onim bor. Nima gap? Ismat, senmisan? Imya Ismat, klichka Sasha Balgarskiy. Haqiqatan o'xshaysan lekin. Nima gap? Garchi tasavvur pul bergandim, shuni ola olmaydim, olib bering. Atstava. Bildimmi, nima bildimmi, olib bering. Ketdik. Bratishga, Assalomu alaykum. ustidan 400 ming so'm qarzing bor ekan. Pulim yo'q hozir meni. Men kimligimni bilasanmi? Kimsiz? Sasha Balgarskiy. Hozir bermasang problema bo'lishi mumkin. Tushunding? Oy. Shu ota bo'ling usta bo'lganda nima qilasan bunday ishlarga qo'shilib Ismat, aptinga qarab urib jillaysan, ko'zlari ham ko'rgarib ketgan. Taktika o'xshamadi, bo'lmasa o'zim bilaydim. Sen taktik bir o'xshamaydi, yetmas iltimos. Endi taktikam o'xshaydi, chunki AWP oldim bitta, snayper. Bittada kallasidan uraman. Qani? Qimirlamang. Qimirlamang o'lib ketadi. Nimaga tinchlik? Mashina galtin menga topshirib, sirazi o'zingiz chiqib keting mashinadan. Sabab? Podstava bo'ladi, mashinangiz men nomim o'tadi. To'g'ri, nimaga jilli bilyapman Ismobola? Jilli o'xshayapmanmi? To'g'ri. Ha? Ha? Problema kerakmi? To'g'ri, astag'firullah. To'xta. Xatozman tushib. Mana aka dastavkasi keldi. Qanaqa balam bu? Bu aka bars balonlari jahon poligonlari sinovdan o'tgan 200% sifat nazoratida birinchi rezina texnika zavodlarida ishlab chiqarilgan. Zo'r probeg beradi. Zo'r qilib sumni talab aka. Bo'ldi uka, bor-ey, rahmat. Dastavkani pulchi? Dastavkam puli yo'q. Meni kimligimni bilasanmi? Kimsiz? Sasha Balgarskiy. Menga dastavchiga ham kuchim yetmadi. Rossiyaga borgandan keyin to'g'ri ishlab, to'g'ri uyoqqa qayt. Tushundingmi? Har xil qizlar bilan uchrashib, ichib, chakib, puling xarajat qilib yurma. Men telefon qilanda ko'tar. Ko'tarmasang o'zim borib urib o'ldiraman masalan. Sog' bo'linglar. Yo'q, yaxshi bo'l. Shu ketmasa bo'ladi dadasi. Yig'lama, o'lmaga ketayotgan yo'q. Ha, bacha telefon qilaylik, nima qilib yuribdi? Alo. Abonent bor. Iltimos, keyinroq. Ibronangimga o'chirib qo'ydimi? Abonent bor. Ketdim men xotin. Patirdaman qandaydir shu uxlab qoladi, o'zi qaytib telefon uradi. Uxlab qolmagan u. Qizlar bilan yuribdi, men bilaman. Xarakteri menga o'xshaydi. Osmonda qushlar uchganda sog'inib yurgan. Ona, Abi, asan nimaga kelding? telefon qilgan ekan dadam, ko'tara olmadim, shunga keldim. Asan telefonni ko'tarmading, esingdan ketdi Rossiyaga dadang. Ona, dadam ertalab soat 6 da telefon qildilar. Rossiyani soat bizdan 2 soat keyinda, u yerda soat 4 bo'ladi uxlab yotandim men. Ketdim men, endi dadam yana bor ekan. Yig'lama muhabbat. Bu bacha Rossiya territoriyasida yo'q.
boshqa davlatga qochib ketan bu. Zararda. Interpolga berib toptiraman bu bachani. Onangga qiyradir qochib ketan qizlar bilan. Kelib ketdi darrov. Yip onangga. Qani? Abonent bor. Yip onangga. Ketdim men xotin. Yonimda qoldi. Ona dadam yo'q ko'rdi. Hozir kelib ketdi dadang seni so'rab. Baya qarang ishlama, qo'yasizlarmi yo bordi keldi o'ynab o'tiramizmi dadam bilan. Bu onangga jilli qarinchika. Boshqa davlatga ketib bizlarni alday turibdi bu. Xufiyona ish qilyapti bu. Bachangiz hozir kelib ketdi. Nima qilyapsizlar o'zi? Kelib ketdi. Onangga roz yo'lda tutib olaman. Shu qaytayotgandir menimcha. Hozir men bu bachani topsam, urib qo'ydiraman. Assalomu alaykum. Hey! To'dagan? Qayerga ketyapsan? O'ya ketolmas, qayerga ketyapsiz? Rossiya san qidirishga. Bir ishlama, qo'yinglar qani? Yuraya. Telefonni nimaga ko'tarmaysan? Dada, Rossiyan soati 2 soat keyinda uxlab yotganda telefon qilgansiz. Qay bir puli bor deb telefon qilayotirman shu. Kuni bo'yi ishda bo'lsam bankka borsa vaqt qayerda? Bankka borish kerak emas, milliy pay bor-ku. Milliy pay bilan Rossiyadan to'xtab dunyoning 200 dan ortiq davlatiga pul yuborish mumkin. O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartasiga yoki naqd pul qilib yuborish mumkin. Kommunal yoki boshqa xizmatlar uchun to'lov qilsang ham bo'ladi. Shuningdek, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, dunyoning barcha davlatlariga Visa karta orqali pul yuborish mumkin. Hozir milliy payda aksiya ketyapti. 10 ming rubl pul yuborsang 1 tanga beradi. Tangalaring qancha ko'p bo'lsa, Galaxy A17 yutib olishing mumkin. 15 ta Galaxy A17 bor. Aksiya 20-avgustgacha davom etadi ekan. Shuni aytish uchun telefon qilaman men senga. Oqay zo'r ekan, bilmadim-da qay shuni. Telefon qilsang aytamanmi shuni? Birlikda o'ynaymiz.